Aka-ukalar, sizlarga Yakat sentridan sizlarga biznes uchun joy topib qo'ydim. Podvalda joylashgan. Mana unimiz Yakatut to'yxonasi yo'parasida masjidimiz bor ekan. Bag'i 5 ko'cha. Sizlarga hozir ichkarini olib ko'rsataman. Atmosfera udar, короче. Yuringlar-da. Qo'ydik, ichkarini olib kelingda ko'rsataman. Mana bitta xonasi bor mana. Cho'chilar dokumentallik qilib qo'ygan. Mana ham xonamiz bor mana. Tayyor. O'quv kursiga ham, ishlab chiqarishga ham tayyor biznes mana. Ventilyatsiyalar qilib qo'ygan. Remontlar, в общем, bomba, yashaydigan xil darajasida. Balki konditsionerlarni ham qo'yib beraveraman deb sharoit qilib beradi xullas. Bitta konditsioner kam, ventilyatsiyasi bor. Mana ham bitta xonasi bor. Mana. Xuddi o'shanaqa jihozlangan. Svetlar tushirilgan. Zo'r, mana. Mazaqsiz bo'ladi. Biznes akalarga, biznesmen akalarga tayyor joy. Atdan joy olib, uni kraska qilib, yasatib o'tirmaysiz mana. Tayyor joy. Mana ham bitta xonasi bor, u hali remonti bitmabdi. Olaman deydiganga remontini qilib beradi mana. Endi bu svet ham tushgan yo'q, ona xuddi mana shunaqa joy. Chiroyli mana. Tayyor ventilyatsiyalar mana ishlayapti. Mana beksa ham bo'lar ekan. Hamma yog'i bor, короче. Batta aytayapti, xonalarini $150 dan beraman deyapti. Bitta hammasini oladigan bo'lsa, yana tushib beradigan xonasi bor. Manzilimizni ko'rlang, pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib, o'zimiz akaxon bemalol kelishib olsangiz ham bo'laveradi. Sizlarga ilindim. Biznesmen akalarga jo'natamiz. Sog' bo'linglar.